15-savol. Normal sharoitda 168 litr hajmni egallagan uglerod 2 oksididan qanday massada kilogramm metanol hosil bo'ladi? Reaksionimiz 80% berilgan masala sharti bo'yicha. Endi hurmatli abituriyentlar, 168 litr hajmni egallash kerak ekan. Demak, bizda reaksionimiz 80% bo'lganda umumiy hajm hisoblab olaman. Xo'p, 168 litrimiz umumiy 100% deb oladigan bo'lsak, mana shu reaksionimiz 80% bo'lganda necha litrda tashkil etadi deb topamiz. 168 da 0,8 ga ko'paytirib qo'ysadan ham javob chiqaveradi. 13,4. 13 butun 134. ha 134 Yo, 134. ha 134 litr. Bolalar, uglerod 2 oksidi is gazdan qanaqa qilib metanol olardik? Vodorod qo'shib. Ikki molekul. H2 bundan hozir qiladi metanol CH3 OH. 2 qo'shsa rasamizda. Nimani so'rayapti? Bizda normal sharoitda mana shuni egallagan uglerod 2 oksidi, demak 134 litrimiz bu uglerod 2 oksidi ekan, va 4 oksidi holatda yozib qo'yibman. Is gazi. Xo'p, kilogrammda metanol olish mumkin. Bolalar, mana buni grammda hisoblab kilogrammga o'tib qo'ysak bo'ldi, mingga bo'lib javob chiqaveradi. 22,4 litrda saqlagan is gazdan bunda 32 gramm metanol hosil bo'lsa, 134 da qancha hisoblaysizlar? 192 gramm. 192 gramm. Bolalar, kilogrammga o'tishimiz kerak. Bu grammda mingga bo'linglarchi. 0,192. 0,192 kilogramm kelib chiqadi. Javobimiz D javob bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi butanol 2 degidratlansa qanday birikma hosil qiladi deyilyapti masala shart bo'yicha. Bolalar, degidratlanish nima edi? Suv vodorod ketadi. Hop, nimani hosil qiladi butanol 2 dan? Buten 2 hosil bo'ladi. Hop, buten 2 hosil bo'lar ekan. B javob bo'lar ekan, ha? Xo'p, keyingisi bolalar 17 xuddi shunga o'xshash.